Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana sizlarni inspektorning rasmiy YouTube kanalida ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Agarda sizda inspektor split air radar detektori bo'ladigan bo'lsa-yu va siz uning sozlamalari nima vazifa bajarishini bilmaydigan bo'lsangiz, siz qidirgan video aynan shu. Bugun biz sizlar bilan aynan shu inspektor split airni har bitta sozlamasi nima vazifa bajarishini ko'rib chiqamiz. Demak, siz kanalimiz rivojlanishi uchun obuna bo'lishni, qo'llab fikringizni qoldirishni va like bosishni unutmang. Demak, biz boshladik. Qadrli do'stlar, keling bugun biz sizlar bilan inspektor split airni sozlamalari nima vazifa bajarishini birma-bir ko'rib chiqamiz. Keling, birinchi navbatda sozlamalarga kiramiz. Keling, sozlamalardan ilgari ham tugmachalar nima vazifa bajarishini tushuntirib o'taman. Demak, birinchi tugmacha, ya'ni eng tepadagi tugmacha agar bosib turadigan bo'lsak, radar detektor o'chadi. Yana bosib turadigan bo'lsak, radar detektor yonadi. Va ushbu tugmacha orqali sozlamalarga kirsak ham bo'ladi. Sozlamalar 3 bosqichdan iborat: radar qismi, mobil baza qismi va umumiy sozlamalar. Ikkinchi qism, ya'ni M tugmacha, bu oddiy qilib aytganda enter, ya'ni OK tugmasini ham bajaradi va ushbu tugmachani bosadigan bo'lsangiz, rejimni ham o'zgartiradi. Va ushbu funksiyani yana bitta qiziq tomoni bor, ya'ni ushbu tugmachani agarda mana M tugmachani bosib turadigan bo'lsangiz 3-4 sekund, radar detektor siz o'sha bosib turgan nuqtangizda, ya'ni yo'lda ketyapsiz, o'sha nuqtani bosib turadigan bo'lsangiz, o'zining miyasiga saqlab qo'yadi va siz yana o'sha nuqtaga keladigan bo'lsangiz, shu joyda foydalanuvchi nuqtasi deb ogohlantiradi. Bu narsa nima uchun kerak? Tasavvur qiling, shahringizga yangi radar o'rnatildi yoki siz taxminiy turadigan uchoyoqni yoki multiradarni yoki ikki patrulni nuqtasini bilasiz, lekin ba'zida xayol bilan o'tib ketib qolasiz. Shuning uchun ham ushbu funksiyani bosib turadigan bo'lsangiz, o'sha nuqtani o'zi miyasiga saqlab oladi va sizni ogohlantiradi, xuddiki statsionar radarni ogohlantirgandek. Ushbu tugmacha esa mana o'ng tomondagi eng tepadagi bu ovozni ko'paytirib kamaytiradigan tugmacha. Pastdagi esa yorug'likni ko'paytirib kamaytiradigan tugmacha. Men sizlarga yaxshi ko'rinish uchun eng pastiga qo'yib qo'yaman, lekin siz shahar ichida yoki yo'lda yurganingizda bizani bilamiz, ob-havomiz quyoshli va unga bizga yorug'lik ko'p bo'lgan radar detektor kerak. Shuning uchun ham 5 ga qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, juda ham ajoyib ko'rinadi. Va aynan shu tugmachani bosib turadigan bo'lsangiz 3-4 sekund Wi-Fi ga yo'llanadi. Bu haqda sizning xabaringiz bor. Endi biz asosiy masala, ya'ni sozlamalarga ko'rib chiqamiz. Demak, sozlamalar birinchi navbatda kiradigan bo'lsak, bizga shahar, shahar 1, shahar 2 va trassa rejimi ko'rinib turadi. Bular nima vazifani bajaradi? Bular hammasi bir-biriga bog'liq bo'lgan funksiyalardir. Ya'ni buni ichiga kiradigan bo'lsak, mana K-band, laser to'g'ri, Avtocon, Hikvision, Lochin Koz, Megacam va boshqa turdagi radarlarni nomi turibdi va on yoki off turibdi. Bu joydan siz ayrim turdagi signaturalarni, O'zbekistondagi radarlarning signaturasini o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. O'chirib qo'yganingizdan so'ng ushbu radar detektor o'sha radarni signali bo'yicha aniqlamaydi, ya'ni ortiqcha signal bermaydi. Buni men shaxsan o'zim tavsiya qilmayman. Buni professional ishlatuvchilar ayrim narsalarni test qilish uchun yoki ayrim narsalarni sinab ko'rish uchun ishlatishadi. Shuning uchun bunga tegishmaysiz, sababi juda ham o'zi standart, ajoyib sozlamalarda turibdi. Rejim tanlash, bu yoqda mana IQ bilan trassa turibdi. Bu ham o'zi standart ajoyib narsa sozlamalarda turibdi. Chunki mana M tugmachasini bosadigan bo'lsangiz, trassa rejimiga o'tadi yoki IQ rejimida o'tadi. Shuning uchun bu yoqdan shunday narsani o'zgartirsangiz bo'ladi, boshqa rejimdan qo'shib qo'ysangiz bo'ladi, lekin rostini aytadigan bo'lsam, tavsiya qilmayman, chunki o'zi standart ajoyib turibdi. IQ shahar 1, shahar, IQ shahar, trassa. Bu ikkala funksiya ham bir-biriga mos bo'lgan, o'xshash bo'lgan funksiyalardir. Tushuntirib beraman. Qarang, radar detektorda IQ rejimi bor. Bu IQ rejim siz uchun rejimlarni tezligingizga qarab tanlab beradi. Agar tezligingiz past bo'ladigan bo'lsa, unaqada radar detektor sizni signallarni kam ushlaydigan rejimlarda yoki bloklangan rejimga ushlaydi. Tezligingiz oshgan sari signallarni yaxshi qabul qilishni boshlaydi. Misol uchun bu yoqda mana qarang, 40 turibdi, bu yoqda 60 turibdi. Ya'ni siz 40 tezligidan oshganingizda shahar rejimiga o'tadi, 60 tezlikdan o'tganingizda o'z trassa rejimiga o'tadi. Tushuntirib oldim degan umiddaman. Shahar tezlik chegarasi va trassa tezlik chegarasi. Bu ikkalasi ham bir-biriga mos bo'lgan sozlamalar. Qarang, har ikkalasiga ham 40 km/s turibdi. Bu nima vazifani bajaradi? Tasavvur qiling, hozir nafaqat shaharlarda, balki trassalarda ham probkalar kuzatilmoqda.
Endi siz probkada turib qoldingiz yoki 5-10 tezlikda harakatlanyapsiz. Atrofingizda qanaqadir avtokon, megakam, Hikvision yoki qanaqadir radar mavjud va radar detektor uni aniqladi va tinmasdan sizga signal beryapti. Bu narsa haydovchini asabiga tegadi, chunki o'sish turish ham probkada turibdi, radargacha bo'lgan masofa esa ancha uzoq. Shuning uchun ham bu yoqda agar 40 turadigan bo'lsa, 40 km/soatgacha radar detektor sizni signal berib ogohlantirmaydi. Faqatgina baza bo'yicha ogohlantiradi. Tezlik chegarasi davomiyligi bu shu funksiyalarning davomi hisoblanadi. Aynan shu joydan siz RDga yoki plus GPS ni ham qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni boyagi 40 km/soatni taqiqlab turadigan radarlarning signalini taqiqlab turadigan narsa faqatgina RD qismga qo'yib qo'yish kerak. Chunki agar GPS qismga ham qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan siz jarimaga tushib qolishingiz mumkin. Umuman olganda bularga tegishishni tavsiya etmayman. Xo'p, past tezlik tovush rejimi, maksimal tezlik sozlamasi. Qarang, maksimal tezlik sozlamasi bu juda ham qiziq bo'lgan funksiyalardan bittasi. Misol uchun bu yoqqa 100 km/soat qo'yadigan bo'lsak, buni ham so'raganlar bor. Ya'ni 100 km/soat qo'yadigan bo'lsak, radar detektorning tezligi, to'g'ri, mashinangizning tezligi 100 km/soatdan oshib ketadigan bo'lsa, radar detektor sizni ogohlantirishni boshlaydi. Siz belgilangan tezlikdan oshib ketdingiz, tezligingizni pasaytiring deb. Bu nima uchun kerak? Ya'ni bu yangi boshlagan haydovchilarga, juda ham ko'p radarga tushadigan haydovchilarga juda ham kerak. Sababi ayrimlar so'ragan, ukajon, shunaqa vaziyat, menga radar detektorim 70 dan o'tganimdan yoki 80 dan o'tganimdan keyin tittelaydigan qilib bergin, chunki tinmasdan jarimaga tushyapman deyshadi. Buni o'zingizning sharoitingizga qarab qo'shib o'chirsangiz bo'ladi. O'zingiz tanlovingiz. Avtomatik ovoz pasaytirish, kechiktirib ovoz pasaytirish. Bu ikkalasi ham bir-biriga bog'liq bo'lgan funksiyalardir. Misol uchun qarang, avtomatik ovoz pasaytirishda 50% turibdi. Kechiktirib ovoz pasaytirishda esa 5 soniya turibdi. Tushuntirib beraman. Tasavvur qiling, radar detektor radarni aniqladi. Taxminan mana avtokonni oladigan bo'lsak, 1 km masofadan aniqlab berdi va sizga tinmasdan bor ovoz bo'yicha signal beryapti. Bu haydovchini asabiga tegadi, chunki o'z radar haqida ma'lumoti bor. Bu funksiya aynan shu uchun ishlab chiqarilgan. Radar detektor birinchi 5 soniya davomida, ya'ni belgilangan soniya davomida o'zining radarni aniqlagandan so'ng bor ovozda sizni ogohlantiradi. 5 soniyadan keyin esa ovozini siz belgilagan, masalan, 50% turibdan 50% ga ovozini pasaytirib, pastroq ovozda ogohlantirishni davom ettiradi. Bu ham juda ham qiziq funksiya. Buni o'zingizga moslab kamaytirib, ko'paytirib qo'ysangiz yoki umuman o'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Lekin o'zi standart ajoyib tarzda turibdi. Ogohlantirish ustuvorligi. Bu yoqda qarang, Rda GPS turishi kerak. GPS Rda emas, Rda GPS. Bu qanday ishlaydi? Misol uchun tasavvur qiling, siz yo'lda harakatlanib ketyapsiz. Taxminan radar detektor 600 metrdan keyin GPS ma'lumotlari bo'yicha radar bor dedi. Lekin o'sha yo'lni o'rtasida balki 3 oyoq radar qo'ygan bo'lishi mumkin. Shunda agarda GPS ustuvor bo'ladigan bo'lsa, birinchi faqat baza bo'yicha ma'lumotlarni ogohlantiradi-da, signal ko'rinmaydi. Ya'ni signal ko'rinib turadi, sizga ovoz bermaydi. Agarda Rda turadigan bo'lsa, GPS bo'yicha ham ma'lumot beradi va qo'shimchasiga radarni ko'radigan bo'lsa, signal bo'yib ogohlantiradi yoki avtokon deb tertirlab ogohlantiradi. Bunga ham tegishli emas kerak, bu ham o'zini standart nastroykasida turishi kerak. Demak, Rda qismi tugadi. Endi biz mobil baza bo'limiga o'tamiz. Mobil baza bo'limi. Keling, birinchi navbatda GPS ogohlantirish masofasi va orqa kamera masofasi haqida gaplashadigan bo'lsak. Bu ham ikkalasi bir-biriga bog'liq bo'lgan funksiyalar desak ham bo'laveradi. Sababi mana buni ishlash prinsipi quyidagicha. Tasavvur qiling, mana yo'lingizda statsionar radar bor. O'shani siz o'zingizga necha metrdan ogohlantirishini moslab olsangiz bo'ladi. Mana bu yoqda misol uchun 700 metr turibdi, bu standart 700 turibdi. Kimdir 1 kilometr xohlar, kimdir 500 metr. Buni shu joydan o'zingizga moslab to'g'rilab qo'ysangiz bo'ladi. Orqa kamera masofasi ham xuddi shunaqa. Chunki ayrim radarlar nafaqat oldindan, balki orqadan ham uradi. Bunga har ikkalasi alohida qilib qo'yilgan. Kimdir orqadan uradigan sal kamroq yoki ko'proq qilib qo'yish ham mumkin. Lekin o'zining standart nastroykasi juda ham ajoyib deb hisoblayman. Maksimal mumkin tezlik. Siz bu yoqdan misol uchun 5 qo'yadigan bo'lsangiz, radar ogohlantirdan statsionar radar bor dedi. Radar 70 ga o'rnatilgan. Agarda sizning tezligingiz 75 dan 76 ga o'tib ketadigan bo'lsa, ya'ni 5 qo'yganingizdan keyin radar detektor tezligingizni pasaytiring deb ogohlantiradi. Buni istasangiz qo'shib qo'ysangiz yoki istasangiz o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Tanlovingiz. Yuqori tezlik ogohlantirish tovushi. Qarang, bu juda ham qiziq funksiyalardan biri. Sababi buni ko'pchilik har xil o'ziga sozlaydi.
Haqiqatdan bu inson o'zidan kelib chiqib desa ham bo'laveradi. Bu yoqda bip tovush, maxsus tovush va ovoz va to'liq o'chirilgan degan narsa turibdi. Bip tovush qarang, quyidagicha. Misol uchun mana sizda mana radar detektoringiz radarni aniqladi. Radar 70 ga qo'yilgan ekan. Siz juda ham charchagansiz. Kechqurun yo'lda yuribsiz va uzoq olis masofaga yo'lga chiqqansiz. Xayol bilan 70 yo'lda siz 90 harakatlanishni boshladingiz. 90, 91, 92 juda ham katta belgilangan tezlikdan juda ham oshib ketgansiz. Agarda siz bu yoqda bip tovush qo'yadigan bo'lsangiz, tezligingiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, shunaqa bip tovush bilan sizni ogohlantirishni boshlaydi. Bu ancha bosiqroq, insonni chalg'itmaydigan signallardan biri hisoblanadi. Ko'pchilik uzoq masofaga ko'plab yuradiganlar, taksi haydaydigan haydovchilar ko'pincha menga maxsus tovushni, ya'ni sirenani qo'yib beradi. Ya'ni maxsus tovushda radar detektor agarda siz tezligingizni oshirib yuboradigan bo'lsangiz, haqiqatdan sirena chalib yuboradi. Tasavvur qilyapsizmi? Haqiqatdan sirena chaladi. Bu haydovchilarni ancha o'ziga kelishni, tezlikni pasaytirishga sababchi bo'ladi. Haqiqatdan ham o'ylab ko'ring, kechqurun ketyapsiz, qayerdandir sirena ovoz keladigan bo'lsa, albatta uyquni qochirib yuboradi. Va oxirgisi ovoz. Shaxsan o'zim men ovozda ham yurib ko'rgandim, salgina asabga tegar ekan. Sababi tezligingiz oshib ketadigan bo'lsa, tinmasdan diqqat qiling, tezlikni pasaytiring. Diqqat qiling, tezlikni pasaytiring deya sizni ogohlantirishni boshlaydi. Shuning uchun bu o'zingizdan kelib chiqib bip tovush yoki maxsus tovush tanlasangiz bo'ladi. Yuqori tezlik ogohlantirishsiz bu barcha bo'lishi kerak. Masofani ogohlantirish. Bu ham qiziqarli funksiyalardan biri. Agarda sizda stok holatda turgan bo'lsa, o'chiq turgan ko'rinadi, ya'ni off turgan bo'ladi. Lekin siz buni o'zingizga moslab yoqib yoki o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Bu funksiya quyidagicha ishlaydi. Tasavvur qiling, yana radar detektor sizni ogohlantirdi. Radar bor. Va siz radar qarab ketayotgan paytingiz xayol bilan kimdir sizni gapga tutdi. Radarga qancha masofa qolganini bilmay qolishingiz mumkin va siz jarimaga tushib qolishingiz mumkin. Shunda bu funksiya quyidagicha ishlaydi. Mana radarni aytdan har 200 metrda metraj sanaydi. 600 metr, 400 metr, 200 metr va obyektdan o'tildi deydi. Buni yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, menimcha katta ehtimol bilan qo'shimcha yordamchida juda ham yaxshi funksiyalardan biri. Xo'p, obyektdan o'tildi-da, bu yoqqa o'zingizga moslab qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, obyektdan o'tildi-da, ovoz bilan obyektdan o'tildi deydi. Yoki ovozli signal beradi, tingitib yoki to'liq o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, GPS obyektlar bunga tegishmaymiz. Bu yoqdan misol uchun Molia, soxta radar, Pluton va shunga o'xshash narsalarni o'chirib qo'ysa bo'ladi. Bu ham aslida professional foydalanish uchun bu yoqqa kirishni tavsiya qilmayman. Misol uchun men bu yoqdan mana avtobus yo'lak qatori, svetofor nazorati va shunga o'xshash yo'l chizig'i nazorati va shunga o'xshash narsalar turibdi. Bu yoq tegishmaymiz, chunki bu yoq o'zi standart yaxshi sozlamalarda turibdi. Foydalanuvchi nuqtasini o'chirish esa, boya aytdim-ku, M tugmachani bosib turadigan bo'lsak, miyasiga saqlab oladi deb. Tasavvur qiling, endi u yoqda radar qo'yish to'xtatildi yoki bazaga qo'shildi. Bazada pistirma yoki nimadir qo'shildi. Sizga bu ortiqcha signal kerak emas. Shu joydan foydalanuvchi nuqtasini o'chiradigan bo'lsangiz, barcha nuqtalar o'chib ketadi. Demak, mobil baza bo'limi ham tugadi. Endi umumiy sozlamalarga kiramiz. Demak, umumiy sozlamalar bu yoqda Wi-Fi turibdi, ya'ni bu hotspot. Bu haqida video bundan oldingi video hisoblanadi. Aynan shu haqida video qilganman. Displeyni avto o'chirish. Bu misol uchun daraja 1, daraja 2 yoki o'chirilgan. Xullas, daraja 1 va daraja 2 bu o'sha ekranni avtomatik o'chishini vaqtlari. Agar birinchi darajaga, ikkinchi darajaga qo'yadigan bo'lsangiz, qancha soniyadan so'ng radar detektor avtomatik rejim ожидания, ya'ni zastavka ruscha aytadigan bo'lsa, zastavkaga o'tadi yoki umuman o'chadi. Agarda siz o'chirilgan qilib qo'yadigan bo'lsangiz, radar detektor umuman ekrani qora tusga yoki speedometr chiqishga chiqmaydi. Faqatgina doimiy aktivniy bo'lgan quyidagicha sahifa turadi. Buni birinchi darajaga qo'yganingiz yaxshi. Ekran lavhasi, ya'ni zastavka deymiz-ku, ekran lavhasini qo'shib qo'yadigan bo'lsak, ma'lum bir soniyadan keyin ekranda katta yashil speedometr paydo bo'ladi. Hozir bir necha soniya kutib turamiz. Bir yo'la so'z spot bilan degandek ko'rganimiz yaxshiroq bo'ladi. Qani xo'sh. Taxminan 30 sekundlar oralig'ida menimcha shunaqa rejim ожиданиyaga o'tish ehtimoli bor. Kutamiz. Montajda ko'rib aytaman, necha sekund bo'lgan, balki yozib ham qo'yishim mumkin. Ko'rganingizdek, quyidagicha yashil speedometrga aylanadi. Men qaytamiz sozlamalarga.
Agar ekran lavhasini o'chirib qo'yadigan bo'lsangiz, ekran qop-qora bo'lib o'chib qoladi. Buni ham kimdir yoqtirishi mumkin, ya'ni qachonki radar bo'ladigan bo'lsa, ekran qayta yonadi, lekin agarda o'chirib qo'yadigan bo'lsangiz, to'liq ekran qop-qorong'i bo'lib turadi. Yoqilganda ilk ovoz o'zi tushunganingizdek, birinchi marta radar detektor yongan payti, har safar yongan payti bu o'zining salomlashishi. Misol uchun uzun, qisqa va o'chirilgan turibdi. Misol uchun uzun turadigan bo'lsa, xavfsizlik kamarini taqing deydi, qisqada shunchaki inspektor deydi yoki menga umuman yongan payt ovoz kerak emas deydigan bo'lsangiz, o'chirilgan qo'yib qo'yasiz, shunda hech qanaqa ovoz bermaydi. Tezlik va kompas. Bu yoqda mana ekranda paydo bo'lishi, mana kompasni qo'shadigan bo'lsak, mana bu yoqda kompas paydo bo'ladi. Bu har kimning o'zining tanlovi. Istasangiz kompasni yoqib qo'ying, xohlasangiz o'chirib qo'ying. Shaxsan men o'zim o'chirib yuraman. Tezlikka qo'yib qo'yamiz yoki umuman o'chirib qo'ysa bo'ladi, lekin tezligi yaxshi baribir. Xo'p, vaqt zonasi bu +5 O'zbekiston, til o'zbek tili, rus tili, ingliz tili, o'zingizga mos bo'lgan tilga o'tkazsangiz bo'ladi. O'zbek tiliga qoldiramiz. Hudud tanlash O'zbekiston va Rossiya. Va mana shu narsaga ko'p e'tibor berish kerak. Sababi ko'plab foydalanuvchilar radar detektorining tilini ruschaga o'tkazaman deb hududni, bir regiondan hududni Rossiyaga o'tkazib qo'yishadi. To'g'ri. Radar detektor ruschaga o'tadi-yu, lekin ko'rganingizdek O'zbekistondagi radarlarni aniqlamay qo'yadi. Sababi Rossiyadagi radarlar O'zbekistonnikidan farq qiladi. Qachonki siz uzoq safarlarga, Qozog'istonga, Qirg'izistonga, Rossiyaga o'z mashinangiz bilan chiqadigan bo'lsangiz, o'shandagina ushbu sozlamalarni regionni Rossiyaga o'tkazib qo'ysangiz bo'ladi. Xullas, shunaqa qiziq funksiyasi bor, ya'ni siz bir vaqtning o'zida bitta radar detektor bilan bir nechta davlatlarda yurishingiz mumkin. Mana bu yoqda O'zbekiston qilamiz. Qarang, birlamchi sozlamalarni tiklash. Agarda sizning radar detektoringiz xato ishlashni boshlasa yoki sozlamalarni kavlab qayernidir buzib qo'ysangiz, qayerligini bilmayapsiz lekin. Shunday vaziyat bo'lib qoladigan bo'lsa, shu birlamchi sozlamalarni bitta tiklaydigan bo'lsangiz, barcha sozlamalar zavod holatiga qaytadi. Siz mobil baza bo'limidan faqatgina o'sha masofani ogohlantirishni qo'shib qo'yasiz, boshqa narsa shart emas. Mikrodastur versiyasi bu tushunganingizdek hozir radar detektoriga qanaqa dasturiy ta'minot o'rnatilganini ko'rsatib turadi. Xullas, aziz do'stlar, shu bilan to'liq sozlamalar haqida videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Albatta, kanalimizga rivojlanish uchun obuna bo'lishni, like bosishni, izohlarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'ling.